Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Biyun dermatologiya markazi eshitadi. Xayrli kun. Yuzimda dog'lar paydo bo'lgan, hech narsa yordam bera olmayapti. O'zimga qarashga uyalib ketyapman, oynaga umuman qara olmayapman. Sizning yuzingizdagi dog'lar qachon paydo bo'lgan? Tug'ruqdan keyin, gormonal o'zgarishlar yoki stressdan keyinmi? Teriga kislotali piling yoki limon ishlatilganmi? Necha yildan buyon ularni tonal krem bilan yopib yurasiz? SPFdan har kuni foydalanasizmi? Hatto bulutli havoda ham pigmentatsiya o'z-o'zidan yo'qolmaydi. U himoyasiz terining bazar qatlamiga chuqur kirib boradi. Uni olib tashlash kundan kunga qiyinlashib boradi. Sizda malizma borga o'xshaydi. Agar teri to'sig'ingizni tezroq ishlamasangiz, hech qanday zardor sizga yordam bera olmaydi. Biyundan Whitening Clinical'ni tavsiya qilaman. Alfa-arbutin terini kuydirmasdan oqartiradi. Niacinamid melanin ishlab chiqarilishini bloklaydi. Qo'y kislotasi peptidlar teri rangini qayta tiklaydi. Klinik tekshirilgan, effekt isbotlangan. Yashirish emas, davolash vaqti keldi. Biyun, sizning shaxsiy teri qutqaruv xizmatingiz.